Betonomeshalkalar har xil razmerlarda, narxlari ham arzon, garantiyalarim bor. Xo'sh, mana bu betonomeshalkamiz 0.25 kuba, rulli variantda qadrdonlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana bu yeri pachimnikli variantda bo'ladi ekan. Motorlari yangi motor qo'yilgan. Bir kishi bemalol u yoqqa bu yoqqa sudrab yursa bo'laveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi agarda shunaqangi rulli variantda bo'ladigan bo'lsa 3 million emas, 4 million 800, ruchkali variantda bo'ladigan bo'lsa 3 million 600 ming so'mdan kami bor albatta. 0.25 kuba. Mana bularimiz esa 0.30 kuba deyiladi. Qadrdonlar 360 gradusga aylanib to'kiydigan betonomeshalka hisoblanadi. Buni ham o'sha bir kishi bemalol u yoqqa bu yoqqa sudrab yursa bo'laveradi. Bunimizni narxi keladigan bo'lsa 3 million 800 ming so'mdan albatta buni ham kami bor. Mana bunisi esa 2025-yilda juda ham trendga aylangan, hamma yo'g'i yangilikdan qilingan betonomeshalka hisoblanadi. Bunimizni garantiyalari bor. Buni kichkina bola ham bemalol boshqarsa bo'laveradi. Mana buni qaranglar, yengilligini u yoqqa bu yoqqa aylantirib yuborasizlar. Motorlari regirovka bo'ladigan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunimizni kubasi 0.33 kuba aka. Ikkala tomonga ham to'kadi. Narxi 7 million so'm kami bor. Undan tashqari beton kuygani, kolokolchiklar bor. Narxlari juda ham arzon, 5 million 800 dan boshlanib, bu yoq o'sha 7 million so'mlargacha yasashib berishaveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod kominterndan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.